Assalomu alaykum. Adobe Illustrator kursiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan 5-dars va ekranimizdagi quvnoq maymunchani aynan bugungi darsimizda chizib chiqamiz. Demak, ushbu maymunchani chizish uchun biz o'zimizga yangi artboard chizib olishimiz kerak. Bu uchun artboard toolga o'tamiz va taxminiy shakldagi artboardni chizib olamiz. E'tibor bersak, bu yerda asosan ellipse tooldan foydalanilgan. Va bugun biz ham aynan ellipse tooldan foydalangan holatda mana shu maymunchani chizamiz. Bu uchun ellipse toolimizni tanlaymiz va chizish jarayonini yana ham tezlashtirish uchun o'lchamlarni aynan mana shuni ustidan chizib olishimiz mumkin bo'ladi. Taxminan o'rtasiga kelib, Alt va Shift tugmasini bosgan holatda ellipse chizib olamiz. Va chizib qo'yganimizdan keyin buni o'zimizni ochgan artboardimizga o'tkazib olishimiz mumkin. Rangini esa inglizcha A harfini bosgan holatda mana shuni kopiya qilib olamiz. Shu holatda mana shu namunadan foydalangan holda qolgan elementlarni ham chizib olishimiz mumkin. Ko'zning ichidagi qora chiqini chizish uchun demak bizga 3 ta ellipse kerak bo'ladi. Ularni ham ketma-ketlikda chizib olamiz. Hozircha yon tomonga olib turaman va rangini mana shundan kopiya qilib olamiz. O'lchamlarimiz ozgina farq qilsa ham hech narsa qilmaydi. Muhimi shunga yaqinroq o'lchamni chizib olsak yetarli bo'ladi. Uchalasini ham chizib oldim. Endi uchalasini belgilagan holatda guruhlab olamiz va buni o'zimizni artboardimizga ko'chirib olamiz. Umumiy hammasini belgilab olaman. Ctrl G harfini bosib guruhlab, boshni ichiga buni joylashtiramiz. Va buni o'ng tomonga yana bitta kopiya qilib olamiz. Ikkalasini belgilab, yana buni markazga joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Ozgina siljitsak, o'zi bizda sentrda Adobe Illustrator dasturi bizga eslatma yoki bo'lmasam ma'lumot chiqarib berib turadi. Bu bizga ishimizni yana ham osonroq qilib beradi. E'tibor bersak, bu yerda maymunning o'ng tomonidagi ko'zning qorachig'i o'ng tomonga qaragan. Biz esa buni chap tomondan kopiya qilganimiz uchun hozir bizda bu chap tomonga qarab turibdi. O'sha uchun biz buni o'ng tomonga aylantirib olishimiz kerak. Bu uchun Shift tugmasini bosgan holatda aylantirib olamiz. Va endi bizda xuddi namunadagidek bir xil holatga keldi. Faqat bizda ko'zimiz markazga juda ham yaqin bo'lib ketgan, o'shaning uchun ozgina uzoqlashtirishimiz kerak. Bu uchun guruhdan chiqarib olamiz. Sichqoncha o'ng tugmasini bosib, ungroup yozuvini topib bitta bosamiz va buni ham shunaqasiga ungroup qilib olamiz. Va endi ko'zni o'zini belgilagan holatda klaviaturadagi strelkalar orqali chap tomonga 3 marta bosib o'tkazib olaman. Buni ham xuddi shunaqasiga 3 marta bosib siljitib olamiz. Endi umumiy ikkalasini belgilab guruhlab olamiz va bu tomondagi ko'zni ham shunaqasiga guruhlab olamiz. Chizishni davom etamiz. Keyingi qismi bizda burun qismi. Yana ellipse tool'imizga kirib, taxminiy shakldagi burunni chizib olishimiz kerak. Va buni pastga tushirganimizdan keyin bizning mana shu shaklimiz ko'zning tepasidan turib qoldi va biz demak buni pastroqga tushirib olishimiz kerak bo'ladi. Burunning shaklini pastga tushirganimizdan keyin ko'zning tepasidan turib qoldi va buni biz endi pastiga o'tkazib olishimiz kerak. Bu uchun sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, arrange'ni topib, send backward deganni bosamiz. Hozir bizda bir tomondan tushdi, hali bu tomonda bor. O'shaning uchun biz to shaklimiz ko'zning tagiga tushguncha bir necha marta mana shu amalni takrorlashimiz kerak bo'ladi.
Endi qolgan elementlarni chizib chiqamiz. Har bir chizgan elementimizni boshni markaziga joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Endi ikkala tomondagi quloq qismlarini chizib olamiz. Bu uchun ellipse toolga kirib, aylana shaklini chizib olamiz. Rangini mana shundan kopiya qilamiz va chetidagi mana shunaqangi ramkani chizib olish uchun yana bitta kopiya qilib ustidan joylashtiramiz va birozgina katta qilamiz. Buni endi biz orqasiga o'tkazib olishimiz kerak. Mana shu o'lchamga moslashtirib olamiz. Ikkalasini birlab guruhlab o'zimizni artboardimizga o'tkazib olamiz. Agar to'liq mana shu shaklni eng oxiriga o'tkazmoqchi bo'lsak, unda siz qachon o'ng tugmasini bosib, Arrange'dan Send to Back'ni bosamiz va bu bizada eng oxiriga o'tib oladi. Shunaqasiga buni chap tomonga kopiya qilib o'tkazib olamiz. Endi bizada og'iz qismi qoldi. Bu uchun biz ozgina qilgan holatda shaklni chizib olish uchun ellipsni chizib olamiz. Kattaroq qilib olamiz buni. Strokga o'tkazib olamiz. Bizga taxminan mana shu qismi kerak bo'ladi. Qolgan qismlarni o'chirib tashlash uchun line'ni olib ikkita chiziq chizib olamiz. Umumiy hammasini belgilab, Shape Builder tool bilan keraksiz qismlarni o'chirib chiqamiz. Rangini shundan olib, qaytadan strokga o'tkazib, buni biroz qalinroq qilamiz. Va chetlarini biroz aylanali qilish uchun strokni ichiga kirib, capni yonidan ikkinchisini round capni tanlaymiz. Va buni ko'rib turganingizdek, bizda chiroyli kulguchi ham chizildi. Endi bizga tanasini chizib olishimiz kerak. Bu uchun ellipsga yana bir marta kirib, shaklni takrorlaymiz. Buni tagiga o'tkazib olamiz. Endi tanasidagi mayda mana shu shakllarni chizib olishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun bitta ellipse tooldan aynan shu shaklni chizib olib, shundan kopiya qilib ko'paytirib olamiz. Eng oson yo'li Alt tugmasini bosib, kopiya qilganimizdan keyin Ctrl D harfini bir necha marta bossak, o'sha qilgan amalimizni bizga takrorlab beradi. Va endi buni biz shuningdek yon tarafga ham ko'paytirishimiz kerak. Alt tugmasi bilan ko'paytiramiz. Va bu biroz chiroyliroq ko'rinish uchun ba'zilarini tepaga, ba'zilarini pastga tushirib, chiroyli ko'rinishga olib kelib olamiz. Hammasini belgilab olamiz. Markazga joylashtirib, biroz kattaroq qilamiz. Va buni ozgina orqaga o'tkazib olishimiz kerak. Mana bizda maymunning shakli chizildi. Endi orqasidagi ramkani chizamiz. Bu uchun rectangle toolni olib, kvadrat shaklini chizib olamiz. Rangini kulrang qilamiz va buni ham orqaga o'tkazib olamiz. Umumiy hammasini belgilab guruhlaymiz. Va keraksiz qismlarni o'chirib tashlash uchun ustida yana bitta xuddi shunaqangi shakldagi kvadratimizni chizib, aynan bu ustidan chizilishi kerak. Hammasi umumiy belgilab, siz qachon o'ng tugmasini bosib, Make Clipping Mask tugmasini bosamiz. Va mana bizda keraksiz qismlar o'chirildi. Endi bu shaklimizni markazga joylashtirib olamiz. Xohlasak orqasiga qora rangdagi backgroundni berishimiz mumkin. Va orqasiga o'tkazib olamiz. Mana sizlar bilan quvnoq maymunchamizning illyustratsiyasini ham oxirigacha chizib tugatdik va sizlar ham uyga vazifa sifatida aynan shu maymunchani takrorlashlaringiz kerak bo'ladi. Agar siz bir necha marta bu darsni takrorlasangiz, albatta sizda ham xuddi shu ko'rinishdagi chiroyli illyustratsiyalar o'xshaydi. Illyustratsiyalarni chizib bo'lganingizdan keyin albatta uni kompyuteringizga saqlab qo'yish esingizdan chiqmasin va sizlar bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha